Men Andijon shahardan keldim. Men 10 yildan beri mana gullar festivaliga qatnashib kelaman. Gullar festivaliga Namanganga mana 120 xil gul bilan kirib keldim. Xudo xolasa xalq mamnun. O'rtoqlashyapmiz mana namanganlik, kasbdoshlarim bilan farg'onalik, misol toshkentliklar bor. Bular bilan fikr alishamiz. Har yili shu Namanganda bo'lib o'tadigan xalqaro gullar festivaliga kelib qatnashib ketamiz. O'zimiz yetishtirgan har xil turdagi gullarimizni xalqqa ulashib, shu yerda savdo qilib ketamiz. Men asosan ko'p gulli yillik gullar yetishtiraman. Gullarimizni turlari ko'p. Dekorativniy gullarimiz ham yaxshi ketadi, ochilgan gullarimiz ham yaxshi ketadi. Ko'p yillik gullarimiz hammasi yaxshi ketadi. Hamma gulda o'zini har dori bor. Hammasidan so'ldingizmi? Bundan ham so'ldingizmi? Bundan ham soldim, bundan ham yo'q. Buni Men Abdullayeva Nazgulman. Qirg'izistonda mehmon bo'lib, gul festivaliga keldik. Aybay yaxshi ekan, mehmon do'st. Bunda gullarni sotib oldik. Birinchi jolu kelishimiz var. Aybay yaxshi ekan, mehmon do'st ekan. Gullar arzon ekan, yaxshi ekan. Gullar bir-biridan son. O'ta bunday qo'z. Namangan gullar shahri deganga tatib ekan. O'ta zo'r. Yaxshi ekan, bizga yoqdi Namangan. Birinchi marta kelishingiz bizni dag'atchi. Taassurotlar dahshat. Dahshat va ko'proq nimasi yoqdi Namanganda? mehmondo'stlik nima xalq ekan. O'shanisi yoqdi. Ovqatlari yaxshi ekan. Havosi, hammasi yoqdi ekan. O'sha ko'rib turganingiz kakos. Gullarni ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun olgani keldim. Asosan qanaqa gullar? Hamma gullardan. Ayniqsa bashlarni, dollar gullarni, kameliyalarni hammasini yaxshi ko'raman. Uyimda ham rosa gullar ko'p. Xudo xolisa biz ham kelajakda gullar bayramida qatnashish niyatimiz bor.